Keling, bugun do'st haqida gaplashamiz. To'g'rirog'i, real do'stlarni virtual do'stlarga almashtirish haqida gaplashamiz. To'g'ri, hozir bu gapim sizga g'alati eshitilayotgan bo'lishi mumkin. Qanaqa qilib real do'stlarni virtual do'stlarga almashtirish mumkin deb. Lekin ishonavering, bu ishni men qilib ko'rganman va bu narsa meni hayotimga juda ham katta ta'sir qilgan ijobiy tomonlama, salbiy tomonlama emas. Keling, birinchi hozir do'st kimligini aniqlab olamiz. Do'st bo'lishi mumkin sinfdoshingiz, bog'chadoshingiz, kursdoshingiz, birga ishlaydigan odamingiz, mahalladoshingiz, bilmadim kim bo'lishi mumkin, yoki akangiz yoki ukangiz. Misol uchun meni ikkita akam men uchun do'st ular. Men do'st deb hisoblayman akalarimni. Ularning vazifasi nima? Ya'ni do'stning vazifasi nima? Siz o'sishingizni xohlaydi, rivojlanishingizni xohlaydi, maqsadingizga erishishingizni xohlaydi, yaxshi inson bo'lishingizni xohlaydi. Xullas, sizga hamma yaxshilikni qiladi, motivatsiya beradi, boshingizga og'ir kun tushganda sizning yoningizda bo'ladi. Xullas, do'st mana shu vazifalarni qiladi, to'g'rimi? Do'stda antonimi nima? Ya'ni teskarisi nima? Do'stning teskarisi, antonimi bu dushman. Dushman nima qiladi? Hozir aytib o'tgan gaplarimizni hammasini teskarisini qiladi. Sizni orqaga tortadi, yomon yo'lga boshlaydi, yaxshi inson bo'lishingizni xohlamaydi, maqsadlaringizdan yiroqlashtiradi, poddeshka qilmaydi, og'ir kun boshingizga tushganda sizni ustidan kuladi va hokazo. Endi sizga savol bermoqchiman. Sizni do'stlaringiz qanaqa yoki sizni do'stingiz qanaqa? O'zingizga savol bering, videoni to'xtatib turib. Agar sizni do'stlaringiz yoki do'stingizda dushmanda aytib o'tgan gaplarimizni ko'rayotgan bo'lsangiz, u do'stingizni choping. Men sizga aytaman, u do'stingizni choping. Agar siz birinchi aytib o'tgandek do'st vazifalarini aytib o'tdi-yu, poddeshka, motivatsiya tam o'shishingizni xohlaydi. O'sha narsa qilyaptimi? Hammasini qilyaptimi? Demak, u do'stni qadrlang, u do'st bilan birga bo'ling, birga rivojlaning, birga o'sing. Agar dushmanni vazifasini qilayotgan bo'lsa, dushmanni vazifalaridan aytib o'tganidek motivatsiya bermayotgan bo'lsa, yiqilganingizda kulayotgan bo'lsa, maqsadingizdan yiroqlashtirayotgan bo'lsa, shu gapirib o'tganlarimizdan hech bittasini qilayotgan bo'lsa ham, u do'stingizni choping. Nimaga choping deyapman? Chunki men o'zim chopganman. 2021-yil уже men anaqa do'stlarimni, eski do'stlarimni, yomon do'stlarimni chopganman. Ya'ni to'g'rirog'ini aytadigan bo'lsam, real do'stlarimni virtual do'stlarimga almashtirganman. Qanaqa qilib bu ishni qilganimni hozir gapirib beraman. Xullas, 2021-yil men boshqa maktabga o'tganman. Boshqa maktabga o'tishimning sababi 9-sinfgacha men mahallamdagi maktabda o'qiganman. 11-sinfda Yunusoboddagi 9-maktabda ixtisoslashtirilgan maktabda o'qiganman. 9-sinfgacha bo'lgan paytimda har bitta bilgan yomonligingizni qilib ko'rganman, ishonavering. Ikkamiz o'rtoqlarim bilan, sinfdoshlarim bilan, chakkamiz har bola. To'g'ri, hozir bu yerda gapirayotganim qanchalik to'g'ri, qanchalik noto'g'ri bilmadim, lekin ishonavering, u payt juda ham yomon bola bo'lganman. Juda ham hozirgi diyor bo'lmagan. Uydagilar aytgan, "Cho'ta diyorsan, yomon yo'lga ketyapsan, yon atrofingdagi o'rtoqlaring, sinfdoshlaring yaxshi emas, sen boshqa maktabga o'tishing kerak" degan. Keyin yo'q, janjal-panjal, uydan chiqib ketib, 2 kun uyga kelmasdan o'rtoqlarim bilan bo'lib, mana shunaqa ishlar qilganman. Keyin akam telefon qilgan. U payti men Polshada emasdim, O'zbekistonda edim. 9-sinfda o'qiyotgan paytim, ya'ni kanikuliga chiqqanmiz yozda. O'sha payt telefon qilyapti, "Ukam, mana shunaqa, maktabingni o'zgartirishing kerak" deyapti. Ishonaver, maktabingni o'zgartirsang menga keyinchalik oradan yil o'tgandan keyin menga rahmat aytasan degan. Keyin tushuntirgan, mana shunaqa deb, keyin bo'ldi, xo'p deganman-da, rozi bo'lganman, maktabga o'tganman. Yunusoboddagi maktabga o'tganman. Maktabga o'tganimda o'ta yangi bolalar, yangi og'aynilar, yangi sinfdoshlar, xullas ular bilan tanishganman. Maktabga уже 10-11-sinf yetganda Yunusobodda o'qiganman. Dars tugagandan keyin o'zimni yana eski klubimga qaytardim. Qarayman, bu bolalarning ozgina muomalasi o'zgargan, chunki men o'sha paytda sportga fokusni berganman. Shaxsiy rivojlanishga, inglizcha o'rganishni boshlaganman. Qaysidir tomonlama men ulardan ajralib qolganman. Chunki men boshqa mashg'ulotlar bilan shug'ullanyapman, ular boshqa ish qilyapti. Keyin muomalasi o'zgargan, u yoq bo'lgan, bilmadim, ko'risha olmaganmi o'sha payt, yoqmaganmi. Xullas, klubga men anaqa qilgim kelmagan. Keyin o'ylaganman, men akam bilan, katta akam bilan gaplashganimni o'ylaganman.
o'zini maqsadda o'tdim, yana mana mana shu klubga qaytyapman deganman. Keyin shunda ham 1-2 oy anaqa qilib yurganman. Yana sog'inasiz, o'rtoqlaringizni ko'rgingiz keladi, yangi bolalardan tashqari eski bolalar uchrashingiz kerak qilib yurganman. Keyin yana o'ylaganman. Qarasam maktabimni o'zgartirdim nima, maktabimni o'zgartirmadim nima. Shu ish bilan shug'ullanaman. Yomon ish qilyapman deyapman. Keyin o'zim bilan o'zim gaplashib, keyin orada bo'ldi 2-3 oydan keyin bular bilan ko'rishishni to'xtatganman. Bir orada 1 oyda 1 yoki 2 oyda 1 ko'rib qolsam, u yoq bu yoq so'rashib, bu yoq bu yoq gaplashib qolinadi. Aytganimdek ko'p bular bilan ko'rishib yig'ilmasdim. Fokusni anaqaga aytganimdek sportga, angliyskiga, shaxsiy rivojlanishga berganman. O'sha paytda qanaqadir yolg'izlanib qoladi odam, qanaqa o'rtoqlaringiz bilan bo'lmayapsiz, birga vaqt o'tkazmayapsiz ular bilan. Keyin men o'ylaganman, qanaqa nima qilsam bo'ladi deganman. O'sha payt ko'p YouTube'da video ko'rardim, podkastlar ko'rardim. Chris Williamson, Joe Rogan, Naval, yana Hamza, Danko, Charlie Morgan, mana shunaqa xullas shaxsiy rivojlanishga oid bo'lgan juda ham ko'p odamlarni ko'rardim, kontentlarni ko'rardim. O'sha paytda o'ylaganman, iloji bor ekan do'st bilan bo'lmaslikni, hech kim bilan yolg'iz bo'lishni, o'zingizni, do'stlaringizni virtual qilishni. Ya'ni Chris Williamsonning podkastini ko'rasiz, Joe Roganning podkastini ko'rasiz, Navalning gaplarini eshitasiz, Dankoning shaxsiy rivojlanishini ko'rasiz, Hamzani ko'rasiz, ko'rasizda rivojlanasiz. O'sha yerda ham bir 8 ta 9 ta 10 ta odamlar bor, content creatorlar bor, ularni o'zingizda do'st deb hisoblaysiz. Ko'rasiz, videolarini ko'rasiz. Zato sizga juda ham ko'p foydali anaqa informatsiya olasiz. To'g'ri, real emas, aytganimdek virtual. Men o'sha paytda 2021, 2022, 2023 3 yil davomida men do'stlarim bilan juda ham kam munosabatda bo'lganman, juda ham kam ko'rishganman. Aytganimdek 3 yil davomida men meni do'stlarim virtual bo'lgan. Hozir g'alati eshitilishi mumkin, lekin juda ham bu zo'r ishlaydigan narsa menga ishlagan. Chunki men juda ham o'zgarganman. YouTube boshlaganman, keyin shaxsiy rivojlanishga vashcha qaraganman. Даже men realni Diyorbek 2.0 bo'lgan, ya'ni ikkinchi versiyamni, ideal versiyamni yaratgan paytlarim. Nerealni anaqa transaction bo'lgan. Yomon odamdan yaxshi odamga yoki bitta shaxsdan ikkinchi shaxsga vashcha butunlay o'zgarganman. O'shaning uchun men aytmoqchiman, agar do'stlaringiz anaqami, yoqmayaptimi, maqsadlaringiz to'g'ri kelmayaptimi, o'sishingizga yordam bermayaptimi, u do'stni choping. Agar u do'stni chopmasa, sizni orqaga tortishda davom etadi. Nima qarang, orqaga sizni tortishga davom etadi. Mana bunaqa narsa. Nimaga siz o'z maqsadlaringiz bor, sizni maqsadlaringiz bu bolalar bilan to'g'ri kelmayapti, sizni yo'lingiz bu yoqda, nimaga bular bilan bo'lishingiz kerak? O'ylab ko'ring. Balkim mana shu yo'lni tanlagan, sizni yo'lingizni tanlamoqchi bo'layotgan boshqa bolalar ham, boshqa odamlar ham bordir, to'g'rimi? O'shaning uchun qo'rqmang, alohida bo'lib qolavering, mayli, keyinchalik sizni qabul qiladi ular. Chunki даже mahalladagi yaxshi og'aylarim bilan ham ko'rishmasdim men. O'zim og'aylarim bilan ham ko'rishmasdim. Bir oyda даже bir marta ham ko'rmasdim. Ishonavering, o'zinglar ham bilasizlar, o'rtoqlarim, realni ko'rishmasdim ular bilan. Video ko'rardim, shaxsiy rivojlanardim, trenirovkamni qilardim har kuni, angliyska o'rganardim, video ko'rardim, shaxsiy rivojlanardim. Вообще zo'r paytlaydi. Вообще zo'r paytlaydi. Aytganimdek, maqsadlaringizni aniq qilmayaptimi? Bo'ldi, aniq qilmang. Unaqa do'stlarni choping. Maqsadingizdan yiroqlashtiryaptimi? Haqiqiy do'st maqsadlaringizga erishishingizga yordam beradi. Bitta narsani esingizdan chiqarmang. Do'stingiz, eng yaqin do'stingiz turibdi, maqsadingiz turibdimi? Maqsadingizni tanlang. Chunki siz bilmaysiz, do'stingiz siz bilan qachongacha bo'ladi, siz bilan qancha davom birga bo'ladi. Maqsadingiz siz bilan har doim bo'ladi. Shunday men suv ichib olay. Sizning maqsadlaringiz siz bilan har doim birga bo'ladi aytganimdek. Misol uchun, men oradan aytganimdek 3 yil birga bo'lmadim. Hozir ular bilan bo'lsam ham, ular meni do'st deb qabul qilaveradi. Hozirgi yaxshi do'stlarim bilan ham ko'rishmadim deyapman.
Ular bilan ham vashcha ko'rishmasdim, aytganimdek. Ular bilan ham hozir ko'rishsam, ular haligacha meni do'st deb qabul qiladi. Ishonavering. Chunki siz boshqa shaxs yaratyapsiz, siz bilan bo'ladi. Chunki biladi, misol telefon qilmayapsiz, SMS yozmayapsiz, ko'rishmayapsiz. Что biladi, mayli bu anaqa diyor hayotini mana shu qismida o'shaning uchun biz bilan bo'la olmayapti. Bu shu yo'lni tanladi deydi. Bo'ldi, sizni bezovta qilmaydi. Tushunyapsizmi? O'shaning uchun qo'rqmang, virtual do'stlarga almashtiravering anaqangizni, do'stlaringizni. Agar do'stlaringizda dushman sifatlarini ko'rayotgan bo'lsangiz, ishonavering. Keyin siz o'ylamang, bu do'stlari bilan topib, boshqa do'stlar bilan birga bo'laman deb. Nima desam ekan? Unaqa qilsangiz ham bo'ladi. Yaxshi do'stlarga qo'shilsangiz bo'ladi. Chunki men hayotim aytgandek, yaxshi anaqada environmentda, sharoitda, yon atrof hududda anaqa bo'lgan, o'zgargan. Yangi bolalar angliskaga boshlaganman учебный centrda. Yangi bolalar ular bilan qo'shilsangiz bo'ladi. To'g'ri, anaqa hayotingiz yaxshiroq o'zgaradi men bittan. Men gruppaga qaraganda. Agar bu yerda ham ko'rmayapsizmi, bu yerda ham cho'ta bolalar anaqami, siz xohlagandek bo'lmayaptimi? Videoni ko'ring, virtual do'stlarga hammasini almashtirib oling. Ishonavering. Chunki mana bunaqada bitta do'st topdingizmi, bu bitta odam topdingizmi, как do'st bo'lmoqchimisiz, o'rtoq bo'lmoqchimisiz, bitta chalg'ituvchi inson, ishonavering. Chunki do'stlaringiz ko'paygan sari sizni chalg'ituvchi va bezovta qiluvchi odamlar juda ham ko'payadi. Ishonavering. O'shaning uchun lonely chapterga o'tib oling, virtual do'stlarga real do'stlarni almashtiring va hayotingizni butunlay o'zgartiring. Eski videolarimni ko'radigan bo'lsangiz ham, men yomon anaqa rivojlanayotgan paytim videolar qo'yganman YouTube'ga. Eski videolarimni ko'radigan bo'lsangiz, vashcha baqirib tashlaganman, vashcha qattiq gaplarni gapirib tashlaganman. Chunki o'sha payt vashcha ekstrem ketib yorganman. Miyamga berib yorgan. Chunki menda rivojlanish, odamlar PUBG o'ynasa yoqmasdan, odamlar Reels ko'rsa yoqmasdan, mana shunaqa. Chunki men vashcha правильный, juda ham to'g'ri hayotda yashaganman. O'shaning uchun menga miyamga berib yorgan. Lekin u narsadan aytganimdek, men afsuslanmayman, juda ham yaxshi qilganman deb o'ylayman. Chunki odamni bizning hayotimizda, misol yoshingiz 15 yoshdan yoki 16 yoshdan 20 yoshgacha bo'ladigan bo'lsa, sizga do'st kerak emas. Men sizga aytayapman, do'st kerak. Do'stlar bilan har kuni ko'rishingiz kerak emas yoki har doim birga bo'lishingiz kerak emas. 1 oy, 2 oy, 3 oy, 1 yillab ham ko'rishmaslikning iloji bor, lekin do'st bo'lib qolish iloji bor. Tushunyapsizmi nima demoqchiligimni? O'shaning uchun rivojlaning, o'sing, anaqa sizni orqaga tortayotgan odamlarni, do'stlarni hayotingizdan prosta choping. Xullas shunaqa. Yana bitta narsani aytmoqchiman. Hozir o'zi gap bor-ku, 5 ta odam, yon atrofingdagi 5 ta odam qanaqa bo'lsa, 6-chi odam sen bo'lasan, sen ham shunaqa odam bo'lasan deb. Misol uchun 5 ta biznesmen bilan bo'lsangiz, 6-chi biznesmen siz bo'lasiz, 5 ta taksist bilan bo'lsangiz, 6-chi taksist siz bo'lasiz, 5 ta youtuber bilan bo'lsangiz, 6-chi youtuber siz bo'lasiz. Bu narsani ozgina o'zgartirmoqchiman, boshqacharoq formatda qilib tushuntirmoqchiman. Hozir bu narsa o'zgargan deb o'ylayman. Hozir 5 ta content creatorni ko'rsangiz, 6-chi content creator siz bo'lasiz. Yana bu gapim bilan nima demoqchiman? 5 ta biznesga oid odamni ko'rsangiz, 5 xil odamni, siz 6-chi biznesmen bo'lasiz. 5 ta PUBG o'ynaydigan odamni ko'rsangiz, kuzatadigan bo'lsangiz, har xil Yakudzami, kimdir bor edi, Yakudza, yana nimadir. O'shalarni ko'rsangiz, 6-chi PUBG siz bo'lasiz. Yoki CS:GO'ni ko'radigan bo'lsangiz, 6 xil CS:GO zo'r o'ynaydigan odamlarni ko'radigan bo'lsangiz, YouTube'da yoki Instagram yoki TikTok va farqi yo'q. Kuzatadigan bo'lsangiz, 6-chi siz bo'lasiz. Nima kuzatayotganingizni ham filtr qilishingiz juda ham katta ahamiyatga ega, katta narsani hal qiladi. Chunki tualetda pashsha bo'ladi. Tualetda ari yo'q. Bog'ga borsangiz, bog'da gullar bor, bog'da arili uchib, asal yig'ib yuradi. Tushundingiz deganim bittaman, nima demoqchiligim. Xullas shunaqa, qilishingiz kerak bo'lgan ishni qilingiz kelmayotgan paytda qiling, oddiy tuyuladi, lekin ko'p narsani o'zgartiradi.